ish boshlaganimda bir o'zim bo'lganman. To'g'risini aytay, men bunaqa haqida o'ylashga даже vaqtim ham bo'lmadi. To'g'ri gapda buni xo'jayinim umuman boshqa nima deydi, vakil. Turizmga umuman aloqasi ham yo'q. Yaxshi kunimiz bor, yomon kunimiz bor. Endi o'shani biz shaxsiy brend asosida hozir chiqazmoqchi bo'lyapmiz. Hozir sudda ishlab raqobat, haqqoniy raqobat qiladi. Men xursandman bu narsadan. Yaqinda yangilik bo'ladida. Shunaqangi vaziyatlar bo'ladi. Birovga ichidagi to'kolmaydigan narsani menga keltirib aytadi. Bu turizmga shu o'zim sayohat qilib kelib turib, mana shundan qattiq jilani shundan paydo bo'lib keldi. Xudo xohlasa yana bitta filialimiz ochilish anaqasida turibdi, Bo'sag'asida turibdi. Bilan men ishchilarday deb ko'rmayman. Menga yaxshi munosabatda bo'lyapti. Men ham shu yerda yaxshi bo'lay deydimi? Aksiyalar, chegirmalar e'lon qilib turamiz. To'g'ri qilgan ekanman. Shaxsiy hayotim sirligi bo'yicha qolaversam yaxshiroq bo'lar edi. Men ikkita kattam o'sha точно meni yo'nalishim bo'yicha ketmaydi. Assalomu alaykum. Avvalambor taklifimizga yo'q demasdan qabul qilganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Siz muvaffaqiyatli tadbirkor va 4 farzandning mehribon onasisiz. Bunday sohaga, tadbirkorlikka qanday kirib kelgansiz? Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Meni tanigan, bilgan va tanimaganlarga ham hammasiga avvalambor assalomu alaykum. 4 ta farzandni onasiman. Tadbirkorlikka kirib kelishim nima deydi? Yoshligimdan qonda bormi, bilmayman bu narsa. Yoshligimdan o'sha tadbirkorlik sohasiga qiziqish bo'lgan menda. Davlat ishida emas-ku, o'zim nima deydi? Shaxsiy nima deydi? Tadbirkorlik qilib turib, o'zim faoliyat ko'rsataman deb turib, keyin birovga bo'ysunmaslikni yaxshi ko'raman. Shunaqa xarakterliman. Ishga misol uchun vaqtida borasiz, vaqtida kelishingiz kerak. Tadbirkorlikda nima deydi? 24 soat ham ishlashingiz mumkin, xohlasangiz bir kuni o'zingizga tarb olib turib dam olish kuni qilishingiz ham mumkin-da. O'shaning uchun hech kimga bo'ysunmaslikni yoqtirganim uchun tadbirkorlikni tanlaganman. Kichkinaligingizdan demak shunaqa hissiyot bo'lgan. Kichkinaligimdan shunaqa hissiyot bo'lgan. Endi 4 ta farzand ili oilada keyin ishda qanday vaqt topasiz, uspet qilasiz? Hamma narsa reja asosida bo'ladi. Bizda hamma narsa nima deydi? Ertalab turib, hamma o'z ishiga, maktabiga, bog'chaga jo'nalinadi. И kechkilik lekin как положено, уже mehribon ona, уже ishda hamma narsa nima deydi? Ish hamma narsa unutiladi, уже uy anaqasi bilan bo'lib qolinadi bizda. Deyishda meni o'zim shaxsiy hayotimda shunaqa. Hamma narsaga farzandlarimga ham ko'proq vaqt ajrataman, ishimga ham bu yoqda mas'uliyat bilan yondashaman. Shunaqa. Hammasi reja asosida bo'ladi. Reja asosida. Biz bilamizki, siz Angrenda Dilobada Start turizm sohasi bilan brend asosida ishlaysiz, to'g'rimi? Brend o'zingizniki? Brend o'zimizniki. U brend asosan qanday sayohatlarni o'z ichiga oladi? Bizni Dilobada Start Travel sayohatlik agentligimiz, biz ichki turizm hamda tashqi turizm bilan shug'ullanamiz. Hamda yaqinda mana 1 oy bo'lib qoldi. 1 oy davomida biz chet eldan ham turistlar olib kelib turib, turistlarimizni Toshkent, Samarqand, Buxoro bo'ylab ham sayohatlik qilib turib, sayohat qilib jo'natyapmiz. Asosiy bizning turistlarimiz Kanadadan hozir kelayotgan sayohatchilarimiz ko'p bo'lyapti. Mana shuni ham yo'lga qo'ydirganmiz. Demak, faqat O'zbekistondan chetga emas, chetdan O'zbekistonga ham. Xuddi shunaqa. Tak, bu soha bo'yicha ishlab kelganingizdan beri eng qiyin vaziyat qanday bo'lgan? Tushib qolganmisiz shunaqa vaziyatga? Bu sohada ishlab kelayotganimda nima deydi, o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Har bir ketayotgan mijozimiz, misol uchun o'sha mijoz chet elga ketadi. Chet elga ketgan paytida to qaytib kelguncha bizim eng mana shu ishda endi men bu narsani bitta o'zim demayman. Biz bitta faol, aktivda sayyorchamiz bor. O'sha shug'ullanadi. Sayyorchaga ham polni 24 soat davomida turistlar bilan nima deydi, ular kelgancha yerda bironta muammo bo'lib qolsa yoki kimdir kasal bo'lib qoladi yoki ba'zi paytda biz yog'iga chetga sayohatchi jo'natkazganimizda mehmonxona bironta narsalar yoqmay qoladi. O'shalar bilan ham o'sha turistlarimiz kelgancha biz polni turist bilan xabardor bo'lib turamiz. Mas'uliyatni his qiladi. Aytibman, bu yoqda polni bu yoqda kontrol qiladigan narsalarimiz bor. O'sha hammani o'zini yo'nalishi bor-da. O'sha yo'nalish bo'yicha o'sha turistlarni kontrol qiladigan anaqamiz bor. Har bir narsaga biz nima deydi, mas'uliyat bilan yondashamiz.
hozir O'zbekistonda qaysi hududi turizmga nima desa bo'ladi? Yaxshi ko'raman. Ha. Vodiyni ham vodiyni ham nima deydi, o'ziga yarasha tabiati, o'zini mehmondo'st xalqi, misol uchun o'zim ham vodiyni qiziman baribir. Vodiyni o'ziga yarasha nima deydi, tortadigan jihati bor. Misol uchun mana bu yil yozda biz chodak bilan qildik. Ko'p klientlarimiz o'sha onalar ko'z yoshi degan naqasiga chodakka bordi. O'sha chodak bilan qildik. Bu tarafda keyin Vohada esa Samarqand bo'ylab, Buxoro bo'ylab nima edi, naqasini Zominga, masalan, Zominga jo'nattirg'izib klientlarimizni necha marta. Keyin Zomin bilan bizniki yana bitta narsamiz yo'lga qo'yilgan. Biz yoqdagi mehmonxonalarda o'sha Zomin sanatoriyasini mehmonxonalari bir 20 tadan oshiqroq, ortiqroq mehmonxonalar bilan birgalikda hamkorlikda ishlaymiz. Kunlik misol uchun uylar bor Zominda. Ular bilan ham ishlaymiz, ham biz bunaqasiga mehmonxonalar bilan ham ishlaymiz. U bizga anaqasi farqi yo'q, lekin ko'proq talab qilinadigan Angren xalqini ko'proq talab qilinadigan joyi asosiy Voha taraf. Samarqand, Buxoro bo'lyapti. Lekin yana bitta narsani taklif kiritgan bo'lar edim-da Angren xalqiga. Hamma bizni eng chiroyli joyimiz yana bitta Xivani ham unutib qo'yishibdi-da. Xivaga bir sayohat uyushtirsa bo'ladi. Misol uchun o'sha bitta mana shu narsani ham hozir rejaga qo'yibmiz. Xivaga juda spros kamroq bo'lyapti. Misol uchun 3 ta odam chiqsa, qolgani chiqmayapti. Biz keyin turistik kompaniyamizda o'zimizni shaxsiy misol uchun 11 kishilik o'zimizni mashinani ham qo'ydirg'izganmiz yo'lga, o'sha anaqa qilinadi. Xohlasa avtobusda ham borib kelsa, bu turlardan tashkil qilib olamizda bemalol. Sizning turizm biznesingiz aynan qanday xizmatlarni o'z ichiga oladi? Bizning turizmimiz biza viza xohlagan klientimizga misol uchun alohida nademka deyiladi. Misol uchun mehmonxonani o'zini alohida qilib berishimiz mumkin. Ba'zan ko'pchilik biletlarni o'zlari sotib olib turib bunaqa qildirg'izadi. Mehmonxonani alohida strafovka, viza, keyin Schengen vizalar bilan ham, Kanada vizalar bilan ham, Amerika vizalari, bular hammasi faqat turistik vizalar bilan biz vizaviy podдержка qildiramiz klientlarimizga. Hozirgi kunda boya aytganingizdek 4 ta farzandni onasisiz-ku, to'g'rimi? Birdek reja asosida uspet qilaman hammasiga deyapsiz. O'sha hozirgi ishingizdan kelib chiqib farzandlaringizni qanday ilhomlantira olyapsiz? Uni farzandlarimdan so'rang. Qanaqa ilhomlantiryapsiz? Farzandlarim nima deydi? Bo'sh qo'ydirg'izmayman. Bo'sh vaqtini anaqa qildirg'izmayman. Maktabdan chiqib turib, misol uchun o'qiyotganda repetitorga boradi, repetitordan chiqib turib uyda o'zi bolalarim bo'sh vaqti yo'q-da. Hozir menda endi bolalarim o'zi bitta qizim chiqarganman, bitta qizim student, ikkita yoshim bor, bittasi maktabda, bittasi bog'chada. Ular ham hammasi o'sha tartibi o'zini nima deydi, reja asosida ishni olib boryapti ular ham. Nafis, chiroyli, ko'rkam ayolsiz. Ilk bor buvijon bo'lganingizda o'zingizni qanday his qildingiz? Haligacha buvijon ekanligimga ishonmayman. To'g'risi gap, haligacha ishonmayman. Buvijon bo'lish hali bilmadim. Donagidan mag'zi shirin deydi-yu, o'sha nevarali bo'lganingizdan keyin nevara boshqacha bo'lar ekan. Haqiqatan boshqacha bo'lar ekan. Shu bir oyda bir ko'rib bunaqa qilib qolamiz nevaramizni. Hali buvijonlik hissini hali un taraflama, buvijonlikni hali tan oldirg'izmaymiz hali. Ajoyib his-tuyg'u. Boshqacha. Turizm sohasiga oldindan qiziqtirgan kimdir bo'lganmi yoki o'zingiz kirib kelgansizmi bu sohaga? Turizm sohasiga men nima deydi? Qiziqish bilan emas. Men turizmda birinchi o'zim uchun boraman deb qilgan edim. Plan qilgan edim, reja qilgan edim. O'zim uchun o'sha davlat chet ellarga chiqishni yaxshi ko'raman. Endi buni chet elga chiqishni hamma ham yaxshi ko'radi. Ayniqsa chiqmagan odam bir marta chiqib kelgandan keyin o'shani nima deydi? Biz o'zbekchilikda bor-ku. Bolamga sep, qizimga sep yoki tilla olay yoki uy olay yoki bir narsa olay shaqiladi. Lekin chetga chiqib kelganingizdan keyin bitta chiqib kelgan odam uni biladi-da. Borib kelgandan keyin yo'q pulim yig'ay, o'sha yoqqa borib kelaman, o'sha yoqqa. Pul ketadi. Misol uchun yillar o'tadi, pulni unutasiz-da qancha ketgan. Lekin zato sayohat o'shani xotirangizni zo'r qilib muhrlanib qoladi-da. Menda ham o'sha birinchi sayohatga chiqqan paytimda biz endi yoshligimizdan dadam ham biz ancha davlatlarga olib borg'izib kelganlar, dadam davrida. O'sha paytda menda
yana dunyo kezaman degan anavi bo'lgan. Nima deydi, Allohim yaratgan yer yuzidagi o'sha joylarni ko'raman, tomosha qilaman deb turib niyat qilganman. Buni mani tanigan anaqalar ham biladi, o'sha niyatimga yetishdim deydi. Da, niyatimga yetishdim. Xudoga shukr, odamzod har bir inson hech qachon yaxshi niyat qilishdan charchamash kerak ekan. Lekin negativ narsalarni birovga nima deydi, baxillik yoki bir anaqalik emas, havas bilan yashash kerak ekan, yaxshi niyat qilib yashash kerak. O'shanda Allohim yetkazar ekan. Demak, sizni tarafingizdan hech qanaqa turizm sohasiga kirgan yo oldindan ishlagan odam bo'lmagan, to'g'rimi? Yo'q. Dilobada Stat brendini demak o'zingiz qurib, o'zingiz asoschisiz. Asoschisi o'zim. Xudo xohlasa, bundan buyon biz yana o'zimiz ustimizda nima deydi, rivojlanib, yanada ishlashini qasdamiz. Hozir o'zi Xudo xohlasa, o'zi bitta filialimiz Toshkent shahrida ham o'zi filialimiz ochildi. Hozir Xudo xohlasa yana bitta filialimiz ochilish anaqasida turibdi, bo'sag'asida turibdi. Bu yoqda endi qizlarimiz ishlaydi. Bu yoqda esa asosiy nima deydi, o'zim bu yoqda bolalarim bu yerda bo'lganligi uchun ko'proq bu yoqda bo'lib qolaman, Angrenda bo'lib qolaman. Bu sohaga kirib kelishingizda qandaydir qarshichiliklar bo'lganmi xo'jayingiz tarafdan, ota-onangiz tarafdan? Yo'q. Umr yo'ldoshim taraflama menga qarshilik bo'lmagan. Qaytamga qo'llab-quvvatlaganlar meni. O'sha boshida turizm ochayotgan paytimda qo'llab-quvvatlaganliklar, nima deydi, o'sha xo'jayinim qo'llab-quvvatlaganligi sababli mana shuni nima deydi, amalga oshirishda shu xo'jayinim baribir qo'llab-quvvatlagan-da meni. Xo'jayingizni ham bu ishga aloqasi yo'q, Yo'q, umuman aloqalari yo'q. Xo'jayinim umuman boshqa nima deydi, vakil. Turizmga umuman aloqasi ham yo'q. Bunga bu просто nima deydi, o'sha qiziqishni orqasidan biz o'zim oilaviy sayohat qilamiz degani orqasidan, короче, bu narsa o'zi tadbirkorlik sohasida, misol uchun turizmdan tashqari ham tadbirkorlik bilan shug'ullanaman-da. Tadbirkorlikda o'zi parsi 27 yil bo'ldi ekan. 27 yil davomida o'zi tadbirkorlik ichida nima deydi, mana shu daryoda, ana shunaqada oqimda kelyapman-da endi. Keyin bu turizmga mana ochilganiga 5 yildan ortiqroq o'sha vaqt bo'lib qoldi. Bu turizmga o'sha o'zim sayohat qilib kelib turib, mana shundan qattiq jelaniya shundan paydo bo'lib keldi. Hozir turizmdan boshqa yana qanaqadir soha bilan shug'ullanaman dedingiz, kengroq urg'u berib keta olasizmi? Turizmdan tashqari buni Angrenda ko'pchilik biladi. Angrenda men tanigan ko'pchilik biladi. Tadbirkorlik bilan bilmaganlar uchun yangilik. Chakana savdo bilan shug'ullanaman. Chakana savdo bilan keyin biz yana chet eldan nima deydi, Xitoydan narsa olib kelib biz optim tarqatamiz. U anaqa bilan faoliyat ko'rsatarg'izaman. Keyin nima deydi, yana hozir yaqinda yana bitta biznes boshlayapmiz. Bu biznesimiz o'zimizni shaxsiy, buni ko'pchilik biladi ham. Menda klientlarim o'zimiz, mijozlarimiz o'zimizga aytadi. Biz o'zi tovar olib keldik deganimiz bilan o'zi ko'p klientlarimiz, masalan, biz atir olib kelamiz, atir tarqatamiz. Bu o'sha dubayskiy atirni birinchi analogini, birinchi versiyasini atirlarni tarqatamiz. U masalan 3-partiya, 4-partiya emas. O'sha olib keldik deganimizda u o'zi qo'limizda qolmaydi. O'sha zaran yoki pullarni naqa qiladi, o'sha spros kelinadi, tarqatib yuboramiz. Hozir endi o'shani biz shaxsiy brend asosida hozir chiqazmoqchi bo'lyapmiz. Hozir ana shuni hozir yoqdagi nima deydi, biz bilan hamkorlarimiz bilan kelishilgan holatda o'sha shaxsiy brend hozir xudo xolasa yaqinda yangilik bo'ladi-da. To'xtatib tur. Yana hozir Angrenda Dilobada Start turizm rahbari o'zi nechta davlat ko'rib kelgan? O'zim bir yilda oldin bir marta chiqib kelsam degan edim. O'sha bir yilda ikkitaga aylandi. Hozir o'sha yana lihoradka nima deydi, anonsi boshlanyapti. Odamlar tillaga lihoradkasi bo'lsa, meniki sayohatga qarab boshlanyapti. 3 marta arab davlatlarini hamma joyda bo'lganman. Bu yoqdan tortib Sharm-el-Shayx, nima deydi, Dubay, Bahrayn, Oman, Saudiya Arabistoni hamma davlatida bo'lganman. Bu yoqda Turkiyani Istanbulida, Antaliyasida bo'lganman. Yevropa davlatlari, Yevropaga kirmay, Rossiya davlatida bo'lganman. Rossiyani misol uchun ko'p davlatlarda bo'lganman. O'zimizni qo'shni nima deydi, davlatlarda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston bu davlatlarda ham hammasida bo'lganmiz. Endi
nima deydi, yaqinda bu taraf Aziyaga qarab turib, to'g'risi gap Aziyaga hali bormadim. Lekin Aziyaga borish anavsidaman hozir. Yani bu taraf Vyetnam, Tailand, Kuala Lumpur, Singapur davlatlarini bir ko'rib kelmoqchi bo'lamiz. Nima deydi, to'xtab qolish anavimiz yo'qda, niyatimiz yo'qda. Ham tak o'sha ona, ham bu yerda rahbar, ham sayohatchi qiyin bo'lib ketmaydimi? Kayf. Shuning kayf. Endi bolalarim bilan ham chiqib kelyapman. Bolalarim ham hech qanaqa qilayotganim yo'q. Bolalarsiz nikak не получится. Bitta joyga ketsang, to'g'ri bir ikki marta bolalarsiz ham chiqib keldik, bu qilib turib keldik. No bolalar bilan ham, o'zim bilan bolalarim ham sayohat qilib kelyapti. Ko'p davlatlarga o'zi borib, ko'rib, nima kelyapti. Hozir biz bilamizki, Angrenda turizm sohasiga kirib kelgan tadbirkorlar juda ham ko'pda. Endi ko'p bo'lmasa ham bor. O'shalar bilan bemalol birlashib, raqobatdosh sifatida qanday ko'rasiz o'zingizni? Men bilmayman. Bitta narsa borda. Raqobat deysiz-ku, hayot o'zi raqobatdan iboratda. Qanchalik misol uchun men turizm sohasida o'sha ko'payayotganiga men bir taraflama xursandman. Sababi, buni eng katta sababi odam o'z ustida ishlaydi o'sha. Chekinib qolmaydi-da, o'sha bu yoqda mana ko'pchilik aytishi mumkin, "Voy, seni noning kelsa." Yo'q. Alloh bergan rizqni hech kim kesa olmaydi. Kimni qancha rizqi bor, uni Alloh biladi. O'sha rizq barsaniki keladi. Naborot ko'paysin, tadbirkorlar ko'paysin, turizm ko'paysin, naborot hamma o'z ustida ishlab, raqobat, haqqoniy raqobat bo'ladi. Men xursandman bu narsadan. Hozirgi kunda nimadandir afsuslangan yoki mana shuni qilsam shunaqa bo'lardi yoki shuni qilmasam shunaqa bo'lardi degan vaziyatga tushib qolgansizmi hech? To'g'risi aytay, men bunaqa haqda o'ylashga даже vaqtim ham bo'lmadi. To'g'ri gapda, buni kulgili bo'lishi mumkin-ku. Hech qachon bitta narsa qilishdan oldin odam, men tavakkalchiman-da, riskovat qilishni yaxshi ko'raman. Bitta narsa qilishdan oldin riskovat qilishni. Nima deydi? Sandan harakat, mendan barakat deydi. Allohim ham bitta narsaga qattiq harakat qilsangiz, to'g'ri, yaxshi niyat bilan, yaxshi anaqa bilan qilsangiz, Allohim yetkazadi-da. Meni hech bilmayman, armonim yo'q. Allohimga behisob shukrlar bo'lsin. Allohim bergan taqdiriga, bergan nima deydi, ne'matlariga. Faqat yetim uchamiz sog' ekan, nima deydi, izlanishda yana dalsha davom ettiramiz hali. Endi bolalar uchun dedi kimdir, bolalar uchun hali harakat yo'q. Bolalarga ham hammani rizqi o'zida. Men o'zim shu tadbirkorlik meni o'zim uchun yoqadi, birinchi o'rinda. Men ana shu tadbirkor orqasidan ana shu boya aytdim, kayf, maza qilaman. Birinchi ish boshlaganingizda qo'lingizda nechta ishchingiz bo'lganki, hozir kunga kelib nechta ishchingiz bor? Birinchi ish boshlaganimda bir o'zim bo'lganman. Endi yolg'izlik Allohga naqayu, oilaviy ish olib borganmiz farzandlarim bilan birgalikda. Farzandlarim keyin nima deydi, o'sha o'qishi naqasi bilan ovora bo'lib turib, nima deydi, o'zim o'sha oilaviy nima deydi, biznesni yurg'izib turib, hozirgi kunda ishchilarim soni o'sha 18 taga yetdi. Xudo xohlasa, yana jamoani yana ko'paytirish naqasi bor. Savol berishingiz mumkin. Ishchilar bilan qanday munosabatdasiz? Uni ham ishchilarimdan so'rashingiz kerak, qanday munosabatda ekanligimni, lekin bilmadim-ku. Ishchilarimiz bilan men ishchilarday deb ko'rmayman. Sababi biz bitta oilamiz. Bitta nima deydi, o'sha bitta anaqada nima deydi, o'sha non bitta joyda tuz yeyapmiz ishchi xodimlarimiz bilan. Hammamiz opa-singildaymiz. Misol uchun yaxshi kunimiz bor, yomon kunimiz bor. Ba'zilar misol uchun e'lanib bunaqa qilishi mumkin, lekin biz bitta dasturxonda o'tirib, bemalol ishchilarni misol uchun birovga dash hatto ishchilarning shunaqangi vaziyatlar bo'ladi. Birovga ichidagini to'kolmaydigan narsani menga kelib dardini aytadi. Mana shunaqa munosabatdamda. Uni har bir ishchim bilan mana shunaqa munosabatdaman. Qalin munosabatdamiz biz. Chunki bitta oila, bitta naqamiz. Ular misol uchun aytishi mumkin, menga bir ikkitasi shunaqa gapim, distansiya qil deydi ishchilar. Qanaqa distansiya qila olasiz? Mana ishchi bilanda o'sha inson seni oldinga kelyapti, ishlayapti, to'g'rimi? U inson ham siz yaxshi munosabatda bo'lsangiz, o'sha insonga to'xtagin deydimi? Menga yaxshi munosabatda bo'lyapti, men ham shu yerda yaxshi bo'lay deydimi? Xuddi shunaqa turib, o'sha opa-singilda meni jamoam asosiy bir 3 kishi o'g'il bolalar ishlasa, qolgan jamoam hammasi ayollardan tashkil qilingan.
nima deydi, bitta oila, bir tana, bir jonmiz. Mana shundaymiz. Man har deb ishchilarni almashtirishni yomon ko'raman. Nima deydi, ishchilarim ham mendan ketishni yomon ko'radi. Kelgandan keyin nima deydi, o'sha ahil bo'lib turib, bir-birimizni podдержка qilgan holatda ishchilarimiz bilan ishlaymiz. Hozirgi kunda Instagram sahifangiz ham bor, uni ham yurgizib kelasiz. Nima nomi? Instagram sahifam bittasi lichniy o'zimni blogim, ikkinchisi Shodloboda travel anaqasi, sayohatlik nima deydi, sayohatlik agentligi, o'sha turizm bo'yicha anaqa ikkita sahifamiz bor. O'sha sahifani Telegram saytlarimiz bor. U sahifalaringizda hammasida shu qanaqadir aksiya, chegirmalar hammasi berilib boriladi. Berilib boriladi. To'liq polnoras buni shug'ullanadigan anaqalarimiz bor. O'sha qizlarimiz bor, qizlarimiz ham bolalarimiz bor. Polnoras shug'ullanib borishadi va aksiyalar, chegirmalar e'lon qilib turamiz. Endi ruxsat bersangiz, shaxsiy hayotingiz haqida, oilangiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz haqida gapirib bersangiz. Shaxsiy hayot nima deydi? Shaxsiy hayotim sirligi bo'yicha qolaversam yaxshiroq bo'lar. Endi farzandlarim 4 ta farzandim bor. Bolalarim nima deydi? Necha yoshingizda ona bo'lgansiz? 24 yoshligimda ona bo'lganman. 24 yoshimda ona bo'lganman. Katta qizim student, turmushga berib yuborganman. Lekin farzandlarimni hamisha doim qo'llab-quvvatlab kelganman. Farzandlarim yo'nalishini, misol uchun, savol berishingiz mumkin. Bilyapman, bir nima savol berasiz degan unaqada. Farzandlarimni doim xohishiga va istagiga doim anaqa borganman. Misol uchun, o'zlari qaysi kasb egasi bo'lishini xohlaydi. Misol uchun, men bolalarga hech qachon majburlamaganman. Sen bu kasb anaqasi bo'lasan, sen buniki, sen meni anaqa yo'nalishim bo'yicha ketasan emas. Avval o'tirib bolalarim bilan Где-то bir bilasizmi, buni o'zimga o'zim anaqa qilganman. Bolam 9-10 sinfga borganda o'sha paytda boshlayman. Doim mana shu temani kim bo'lmoqchisan degan savol tashlayman. O'sha yerda bolam aytadiki, o'sha yo'nalish bo'yicha o'qishini repetitorlarga berib turib, bolam o'sha yo'nalish bo'yicha yo'naltirg'izaman. Mana katta qizim hozir turmushga berib yuborganman. Katta qizim Milliy universitetda 3-chi kursmi, 4-chi minus ekan, 4-chi kurs o'sha talabasi, xudo xohlasa mana o'sha bitiradi. Yana 1 yil bor. Grant asosida o'qishga kirib ketgan. Ikkinchi qizim esa Tashmida o'qiydi. Tibbiyot akademiyasining o'sha 2-kursi, u kontrakt asosida o'qiydi. 3-chi farzandim maktabda, 20-maktabda 6-sinfda o'qiydi. Kichkintoy o'g'ilcham bor. Shu shaxsiy hayotim. 3 ta qiz, bitta o'g'il. 3 ta qiz, bitta o'g'lim bor. Qaysi farzandingizda kelajakdagi Dilobasizlar ko'rasiz? Xarakteridan kelib chiqqan holda. Yo'q, buni hali to'g'risini даже o'ylab ham ko'rmaganman, anavi ham qilib ko'rmaganman. Sababi hali vaqt soat ko'rsatadi. O'zini yo'nalishi, o'zini naqasi bo'yicha hali ikkita kattam o'zi точно meni yo'nalishim bo'yicha ketmaydi. 3-chi qizim unda sal bor. 3-chimda bor, sal tadbirkorlikka, biznesga sal anaqasi bor. Lekin atak farzandlarim har birida bor. Tadbirkorlik barqondan o'tgan. Misol uchun, har bir farzandim borki, misol uchun o'qib studentlik qilayotgan paytida ham nima deydi, narsa anaqa qilib turib, tovar olib kelib turib, tovar sotadi. Bar qonida bor narsada, bar meni genimdan balkim o'tgandir, tadbirkorlikka bar moyilligi bor. Buni vaqt ko'rsatadi. 10 yil oldingi Dilobadaga nima degan bo'lardingiz? Gazni bosardim. Nima degan bo'lar edim? To'g'ri qilgan ekanman shu paytgacha mana qilib kelgan ishimni aytaman, bitta qilgan ishimni hech qachon afsuslamayman. Umuman afsuslamayman. Chunki har bir narsani nimadir bo'shdan hamma narsa avvalambor Allohim. Shunday bo'lish kerak ekan, shunday bo'ladi. Mashinangiz bor, mashina haydashingizni bilamiz. Birinchi haydagan mashinangiz nima bo'lgan? Birinchi haydagan mashina Moskvich bo'lgan. Dadam Moskvich bo'lar edi. Ukam ikkalamiz garajdan dadam kaltini yashirib qo'yardilar. Moskvichda italab chiqib turib, simini bir-biriga ulab, uydan olib qochib turib, mashinani haydab shunaqa kelardik. Undan keyingi mashinam tak. Bu dadam anaqasi davrida bo'lgan. Bu u paytda hali student edim. Hali turmushga chiqmaganmiz, o'sha paytda bo'lgan. Keyin o'sha
o'zim keyin Spark mashinasini haydatib anaqa qilganman. Nexia 3 haydattirdim. Lekin eng yaxshi ko'rgan mashinam Spark. Spark rosa yaxshi ko'raman. Manyorni mashinada chunki ham удобный. Keyingisi уже sir. Hozirgi kunda esa Kia Sportage mashinasini hozir haydayapman. Nima deydi? Mashina ham yaxshi, lekin baribir Sparkga yetmaydi. O'zingiz sovg'a qilganmisiz yo sovg'a qilishganmi? O'zimga o'zim sovg'a qilganman. Demak, mehnatlaringiz emas. Hammasi, xudoga shukr, hammasi mehnatlarni samarasi. Nima deydi? Tunu kun bu tagida mashaqqat, tunu kun bu ishlash, o'zi bo'lmaydi ham. Hammasi mehnat. Avvalambor Allohim, shu anaqa qilib qo'ygan Allohim, shu mehnatlarimizni samarasi hammasi. Hozirgi kunda o'zingiz yoshli teng ayollar yokida yosh qizlar nimanidir boshlamoqchi bo'lgan yoki boshlash istagi bo'lgan ayollarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Qo'rqmaslik kerak. Birinchi o'rinda o'sha narsaga ko'z yetib, lekin har bir kasbni, har bir ishni o'ziga yarasha mashaqqati bo'ladi, qiyinchiligi bo'ladi. O'sha narsani oldiga maqsad qilib qo'ydimi, o'sha maqsadni oxirigacha erishgan, chekinib qolish kerak emas. Misol uchun ko'pchilik mana biz o'zimizni sohamizda ham rosa ko'p qiyinchiliklar bo'ladi. Uni даже bir kunda ham stolknitsa qilamizda, lekin orqaga chekinmaymiz. Odam irodasini mustahkam qilib turib, har bir boshlagan ishini oxirigacha yetkazishga harakat qilish kerak. Tavakkaldan qo'rqmaslik kerak. Tavakkaldan umuman qo'rqish kerak emas. Xo'p, sizga katta rahmat. Bizga vaqtingizni ajratganingiz uchun. Sizlarga ham kattakon rahmat. Nima deydi? Shunchalik bizni shu anaqalaringga nima deydi? Munosib ko'rganliklaring uchun kattakon rahmat. Sizlarni bundanda yanada ularning rivojlanishini tilab qolamiz. Yana bitta narsa sizlardan nima qilamiz? Yaqin Globoda Travel sayohatlik agentligidan boya so'raganliklaringiz sababli aksiya e'lon qildirg'izamiz. Dubay yo'nalishiga hamda Vyetnam yo'nalishiga har bir anaqa qilingan paketdan $50 chegirma e'lon qildiramiz. $50? Yaxshi. Demak, obunachilarimizga. Obunachilarimizga. Именно Angrenda nima gaplar, sizlarning saytlaringning kelgan narxlarga shuni chegirma qilib beramiz. Angrendan gapiramiz loyihamiz kuzatuvchilari, bizni kuzatishda davom eting va aksiyalarimizdan unumli foydalaning.